Assalomu alaykum. Uzilishga ega bo'lgan funksiya bilan chegaralangan aniq integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan 1 gacha signum sinus natural logaritm x dx yech. Berilgan integralni quyidagicha almashtiramiz. T teng natural logaritm x u holda x barobar y darajasi t dx esa y darajasi t dt. X 0 bilan 1 orasida bo'lganligi uchun t bizda minus cheksizdan 0 orasida bo'ladi. U holda berilgan integralimiz I barobar integral minus cheksizdan 0 gacha signum sinus t y darajasi t dt. Endi berilgan integralni quyidagicha intervallarga ajratamiz. Sinus t'ning ishorasi quyidagicha o'zgaradi. K pi k plus 1 pi oralig'ida navbat bilan plus va minus ishorani qabul qiladi. U holda shuning uchun biz berilgan integralni quyidagicha yozamiz. Yig'indi belgisi k minus cheksizdan minus 1 gacha integral chegarasi k pidan k plus 1 pi gacha signum sinus t y darajasi t dt. Endi har bir oraliq uchun har bir davr uchun integralni har bir davr integrali quyidagiga teng bo'ladi. Ya'ni integral k pidan k plus 1 pi gacha y darajasi t dt teng y darajasi k plus 1 pi minus y darajasi k pi. Endi bu ishora signum sinus t minus 1ning kayinchi darajasi, ya'ni ishora almashinuvchi. Shuning uchun berilgan integralni quyidagicha yozamiz. Yig'indi belgisi k minus cheksizdan
minus 1gacha minus 1ning k'inchi darajasi va y darajasi k plus 1 pi minus y darajasi k pi. Endi bu yerda umumiy ko'paytuvchini yig'indi belgisi ostidagi umumiy ko'paytuvchini qovusdan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni minus 1ning k'inchi darajasi y darajasi k pi qovus ichida y darajasi pi minus 1. U holda berilgan integralimiz teng bo'ladi. Umumiy yig'indidan o'zgarmas sonni yig'indi belgisidan qavsdan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni y darajasi pi minus 1 va yig'indi k minus cheksizdan minus 1gacha minus y darajasi pi ning k'inchi darajasi. Buni yulduzcha bilan belgilaylik. Geometrik qator hosil bo'ldi. Geometrik qator, ya'ni geometrik progressiya yig'indisi. Bu yig'indi belgisi k minus cheksizdan minus 1gacha minus y'ning pinchisini k'inchi darajasi teng 1 taqsim minus y darajasi pi minus 1 yoki minus kasr chizig'i oldiga chiqarib yuborsak 1 taqsim y darajasi pi plus 1 hosil bo'ladi. Yulduzchadan demak berilgan integral teng bo'ladi y darajasi pi minus 1 ko'paytirilgan minus 1 bo'lingan y darajasi pi plus 1. Bu teng bo'ladi minus y darajasi pi minus 1 y darajasi pi plus 1. Endi bu kasrni surat va mahrajini y darajasi minus pi taqsim 2 ga ko'paytirib yuborsak y darajasi pi taqsim 2 minus y darajasi minus pi taqsim 2 mahrajda y darajasi pi taqsim 2 plus y darajasi minus pi taqsim 2 hosil bo'ladi. Bu giperbolik tangensni beradi. Ya'ni tangens minus tangens pi taqsim 2. E'tiboringiz uchun rahmat.